Assalamu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qitimda Hamza roziyallohu anhu bilan Umar roziyallohu anhuning musulmon bo'lganligini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Umar roziyallohu anhu nihoyatda qaram, g'ururi kuchlik odam edi. Shunga uning musulmon bo'lishi mushriklar orasida qattiq davolg'ush va xursinish kayfiyatini qo'zg'adi. Musulmonlarga izzat, hurmat va shod-xuramlik libosini kiydirdi. Ibn Ishoq rahimahulloh Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda uning mundaq deganligi naql qilindi. Men İslamga musharraf bo'lgandan keyin Makkaliklardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hamidan bek o'chmanlik qilganlarni ko'ngil aynakimdan tasqab o'tkizdim. O'z-o'zimga Abu Jahil Rasulullohga bek o'shlik qiladi deb pichirladim va uning uyiga berib eshigini qaqdim. U chiqib, "Ey Umar, seni qaysi shamol uchirib keldi?" dedi. Men uningga, "Men sana o'zimning Allohga va Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirganligimni va u ilib kelgan dinga chin putib ishonganligimni uqtirib qo'yay deb keldim" dedim. U ishni yuzimga yepib, "Yo'qol, ko'zimda yo'qol. Xudo senimi, sen ilib kelgan xavringni xayrli qilmasin" dedi. İbn Javzining naql qilishicha, Umar roziyallohu anhu mundaq degan edi: "Mushriklar avam xalqdan biror kishining musulmon bo'lganligini anglasa, hammasi o'lishib uni uratdi. Ammo bir odamning hamma odamga taqabul turishga madori yetmaydi. Men musulmon bo'lgan chig'imda tag'am As ibn Hishamning qishiga bordim va uningga o'zimning musulmon bo'lganligimni uqtirib edim. U javob qaytarmayla uyiga kirib ketdi." Umar roziyallohu anhu yana mundaq degan: "Ondan yana Quraysh katalaridan birining qishiga, u Abu Jahil bo'lsa kerak, bordim va uningga o'zimning islomga musharraf bo'lganligimni devidim. U o'rilibla kirib ketdi." Tarixshunos Ibn Hisham va Ibn Javzi rahimahumulloh xulosalab mundaq deyishdi: Umar roziyallohu anhu musulmon bo'lgandan keyin Jamil ibn Maimar Jumahi degan kishining qishiga berib, u Quraysh xalq ichidagi gap tushish mohiri degan nomi bor kishi edi. O'zining musulmon bo'lganligini uqtirib qo'ydi. Shuning bilan u butun ovozi bilan "Umar murtad bo'pti" deb to'lg'ilib turdi. Umar roziyallohu anhu keyinda turib, "Bu yolg'on aytidi, balki men islomga musharraf bo'ldim" deydi. Shunda qilib ular uning atrofiga o'lishib uni urdi. Umu kuchining boricha ularni urdi. Hatto kun tush bo'lay deganda, oxiri u herib qilib o'ltirib oldi. Ular uning beshida qarab turishatdi. U ularga, "Qulinglardan kelganini qilinglar. Alloh bilan qasamki, agar bizning sonimiz 300 ga yetgan bo'lsa edi, Makkani yo sizlar bizga qo'yib beratdinglar, yo biz sizlarga qo'yib beratdik" dedi. Mushu vaqadan keyin mushriklar Umar roziyallohu anhuni o'ltirmoqchi bo'lishib, uning uyiga bostirib keldi. İmam Buxoriy rahimahulloh Abdullah ibn Umar roziyallohu anhudan naql qilib mundaq deydi: "Bir chaqda u, ya'ni Umar roziyallohu anhu qo'roda biz bilan billa edi. Qarg'anda u toza xotirjam emasdek qiladi. Ushtumtut qo'roga As ibn Voil kirib keldi. U ustiga yo'lliq raxta rido va yipakdan kashlangan ko'ngla kiyib olgan edi. U İbn Sahmi jamoatidan bo'lib, ular azaldan bizning ittifoqdoshlarimiz edi. U kiribla atamga, ya'ni Umar roziyallohu anhuga demoqchi: "Sana nim bo'ldi?" deb so'radi. Atam: "Sening tarafdorlaring meni musulmon bo'lganligim uchun o'ldirmoqchimish" deb javob berdi. Az: "Mumkin emas, men hargiz yo'l qo'ymayman" dedi-da, "Bu mushu gapni qilgandan keyin mening yuragim joyiga tushdi" deydi Abdullah, ya'ni o'g'li. Qo'rodan sirtqa chiqdi. Qarasa odamlar saldek iqib kelib etibdi. Az ularni oldini to'sib, "Nega borsizlar?" deb so'rdi. Ular: "Umarning uyiga, shu murtadning uyiga" deb javob berishdi. Az ularga: "Men uningga yo'l qo'ymayman" dedi. Hiliqi g'avg'ochilar qaytib ketishdi. İbn Ishoq rahimahullohning rivoyatida Allah bilan qasamki, ular Umar roziyallohu anhuning atrofidan qurg'oq yerga tushgan suv tomchisideklar yo'qolishdi deyiladi.
Mana bu müşriklar arasında payda bo'lgan g'ulg'ula va g'azab to'lqini edi. Mujahid rahimahullah ibn Abbas roziyallohu anhudan naql qilgan hadisda mundaq deyiladi. Men Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan sen nima uchun Faruq deb atalding deb so'rasam, u Hamza mendan 3 kun burun musulmon bo'ptikan dedi. Andın u o'zining musulmon bo'lish jarayonini so'zlab berib mundaq dedi. Men musulmon bo'lgan cheg'imda, ey Rasululloh, biz o'lsakmi haqiqat ustida, yashasakmi haqiqat ustida yashaymiz emasmi degan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, albatta shundoq. Alloh bilan qasamki, sizlar o'lsanglarmi, yashasanglarmi haqiqat ustida dedi. Bu chaqda men amsa yushurinib yurishning nim hojati? Seni haqdin bilan avatgan Alloh bilan qasamki, biz chuqum oshkorlashimiz kerak dedimda, darhol ularni ikki saf qilib tizib ko'chaga chiqdik. Biriga Hamza bosh bo'ldi, yana biriga men bosh bo'ldim. Mag'rur qadam bilan ilgirlab oxir masjidga kirib o'ltirdik. Qurayshlar meni va Hamzani musulmonlar sepida ko'rib ig'ir xursinishdi va qattiq g'amga petishdi. Shu kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni Faruq, ya'ni haq-nahaqni ayirg'uchi deb atagan. Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu mundaq degan: biz Umar musulmon bo'lganға qadar Ka'ba yinida oshkora namoz o'qishga petinolmaydik. Suhayb ibn Sinan Rumi roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u mundaq degan: Umar musulmon bo'lgandan keyin islom oshkora bo'ldi. Biz shuningdan boshlab uchuq oshkora da'vat ilib boraladik. Baytullohning atrofiga yig'ilib, halqa bo'lib o'tiraladik. İxtiyari tavob qilaladik. Yo'lsizlik qilganlarga taqobil turib, haddidan eshib ketganlarga raddiya beraladik. Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan yana bir hadisda biz Umar roziyallohu anhu musulmon bo'lgandan beri qaddimiz ko'tarilib azizlanib qoldik deyilgan. Quraysh vakilining payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishganligi. Quraysh ichida ta'siri zo'r bu ikki azmat Umar ibn Xattob va Hamza ibn Abdul Muttallib roziyallohu anhuma musulmon bo'lgandan keyin Makka osmondagi zulm sitam qora tumanlari asta-asta tarqilib havo ichilishga boshladi. Mushriklarmi o'zlarining musulmonlarini haq azoblab, qiynash va ziyonkashlik qilish masligidan bir oz yeshilib, hushiga kelishga boshladi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning har qanday talabi bo'lsa, mumkin qadar o'rinlab, uning badiliga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan diniy da'vatni to'xtatish haqida so'zlashishga urindi. Bu pul molning quli bichora miskinlar quyosh nuridan bahir oladigan har qanday narsaning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning da'vat nishoni oldida pashning qantichilik vaznga turmaydiganligini bilishmagan edi. Şuna ular ko'zlagan nishonga yetolmayla qolmasdan, balki tumshqiga yeb mag'lub bo'ldi. İbn İshaq rahimahullah Yazid ibn Ziyaddin u Muhammad ibn Kaibiqul Razidin rivoyat qilib mundaq deydi. Utba ibn Rabiya Quraysh ichida ta'siri bir qadar zo'r shaxs edi. U bir kuni Qurayshlarning so'rinda so'z qilib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu chaqda masjidda o'zi yolg'iz o'tiradi. Mundaq dedi: "Ey Quraysh jamoasi, men Muhammadning sallallohu alayhi vasallam yiniga berib so'zishib baqay va bir qancha turli ishni uning oldiga salay. U bularning birini bo'lsa-mu qabul qilib qolar. Biz uning talabini qandursak, andin umu bu da'vatidan to'xtar." Bu chaq Hamza musulmon bo'lgan mezgil bo'lib, islomni qabul qilguvchilar kun sari ko'payayotgan mezgil edi. Ular "Buludu, Abul Valid, o'rningdan tur, berib so'zishib kelgin" deyishdi. Shuning bilan Utba o'rnidan turib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, yukinib adab bilan o'ltirdi va qarindishimning o'g'li, siz bilasiz, qabila ishida inovat va o'rningiz alohida yuqori. Nasabingizmi ustun, siz qavm qarindoshlaringizga shundoq bir ishni ilib keldingizki, uning bilan jamoatchilikning birligini buzdingiz. Ularning ilohlarini va e'tiqod qilib kelgan dinini ayibledingiz. Ota-bovlaringizning qilgan ishlarini kupurliq dedingiz. Quloq silib o'ltiring. Men bir qancha turli ishni oldingizga qo'yay.
qarab biqing, birərsi sizga yiqib qalar, dedi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm, eyting, Əbu Vəlid, quluqum sizdə, deyidi Utbə. Qerindişimning o'g'li, agar siz bu ishlarni mal dunyoni deb qilgan bo'lsangiz, biz sizga ko'plab mal dunyo yig'ib berib, sizni oramizdagi eng boylardan qilib o'tayli. Agar o'rningizni yuqori ko'tarishni maqsad qilgan bo'lsangiz, sizni boshliq qilib olayli. Sizning fikringizni olmay ish bijirmayli. Podshoh bo'lgungiz bo'lsa, toj kaydirib podshoh qilayli. Navoda sizdagi illat jin shaytonlarning ofatidan bo'lgan bo'lsa, biz jinkash chaqirib sizga zimat qildirayli. Siz salomat bo'lguncha qanchalik badal to'lasak arziydi. Nurg'un kishilar mushu xildagi kasaldan davolanib qutulgan. Saqaygan dedimmi, har holda shuning yaqin bir gapni qildi, dedi. Utba so'zni oyoqlashtirib to'xtadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Gapingiz tugidimi?" deb so'radi. Utba, "Ha, tugidi", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga, "Endi mening gapimni anglab biqing", dedi. Utba, "Albatta anglayman", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Bu nihoyat shafqatlik mehribon Alloh tarafidan nozil qilingan vahiydir. Oyatlari uchuq bayon qilingan kitobdir. Biladigan qavm uchun nozil bo'lgan arabcha Qur'ondir. Mu'minlarga jannat bilan xush bishorat berguchidir. Kuffarlarni do'zax bilan ogohlantirguchidir. Ular ya'ni mushriklarning to'lisi uning oyatlarini fikr qilishdan yuz o'ridi. Ular uningga quloq solmaydi. Ular payg'ambarga, "Bizning dillerimiz sen bizni da'vat qilgan narsalardan pardalangan. Quloqlarimiz eg'ir. Sen bilan bizning oramizda parda, ya'ni diniy jihatda o'xshamaslik bor. Sen o'z ishingni qil, bizmi o'z ishimizni qilayli", deydi, degan oyatni o'qidi. Ondan hiliqi oyatning davomini o'qib berishga boshladi. Utba payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tilovatini anglab jimib ketdi. U ikki qo'lini kayniga tayinib, qiroatning huzur halovatidan dong etib qolgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushu suradagi sajda oyatiga berib sajda qildi. Ondan, "Angladingizmi? Abu Valid, anglagan bo'lsangiz ahvol mana mushu", dedi. Shuning bilan Utba o'rnidan turib o'z odamlarining qishiga mangdi. Ang'ucha ular bir-biriga, "Qasam qila olaymizki, Abu Valid chuqum o'zgarib keldi", deyishib o'tirishqaydi. Utba kelib o'ltirdi. Ular, "Qanday xush xabar olib kelding? Abu Valid, aytqin", degili turdi. Utba, "Azbray Xudo, men berib qat'iy anglab baxmagan bir xil so'zlarni angladim. U she'rmi emas, sehrmi emas va jinkashlikmi emas. Quraysh xalqi, mening gapimga unanglar, menga itoat qilinglar. Bu odamning ishiga aralashmanglar. Uning bilan koringlar bo'lmasin. Alloh bilan qasamki, men bayam uningdan anglagan so'zlar chuqum zo'r bir voqea paydo qiladi ekan. Agar uni arablar, Makkilikdan boshqa arablar bir taraf qilib xo'p, yaxshi ish. Ish boshqalarning qo'li bilan putgan bo'ladi. Navoda u butun arablarga bosh bo'lib qolsa, uni g'alabisi sizlarning g'alabanglar va uning izzati sizlarning izzatinglar. Texi sizlar uning sababi bilan eng saodatmanlardan bo'lib ketamsizlar. Uni kishi bilmaydi", dedi. Ular, "Azbray Xudo, Muhammad sallallohu alayhi va sallam seni tili bilan o'ziga bandit qilib o'tibdi", deyishdi. Utba ularga, "Bu mening qarashim, sizlarning ixtiyoringlar o'zinglarda, nima qilsanglar mayli, mening korim yo'q", dedi. Yana bir rivoyatda Utba payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tilovatini anglab mo'linib o'tirib ketgan. Bir chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning, "Agar ular bu bayonlardan keyin iymondan yuz o'rsa, sen ularga sizlarni Ad va Samud qavmlarining bishiga kelgan azobga o'xshash azobdan ogohlantirman", degin. Qur'on Karim sura Fussilat 41-sura 13-oyat. degan oyatni tilovat qilib edi. U cho'chib o'rnidan turib ketdi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning og'zini tutib olib, "Xudo haqqi, urug' tuqqanchilikning hurmati", dedi.
Onun bundaq qilishi bayamqı oyatda ogohlantirgan azob hali o'z beshiga kelib qolamdikin deb qattiq ansirganlikdan edi. U yuqorqi ahvollardan keyin Qurayshlarning yeniga berib yuqoridagi so'zni qilgan deyiladi. Abu Talibning Bani Hashim va Bani Muttallib jamoatlarini yiqqanligi. Vaziyat biroz o'ngshilib, sharoit ancha-muncha yaxshilanishga qarab yuzlangan bo'lsa-mu, lekin Abu Talib yanala o'z qarindishining o'g'lidan xotirjam bo'la olmayotdi. Chunki u oldingi bir mezgilda bo'lib o'tgan ishlarni bir-birlab ko'z oldidan o'tkazgan edi. U esiga oldiki, ular avval uchuqdan-uchuq Abu Talibga urushimiz deb tahdid soldi. Uningdan keyin qarindishining o'g'lini Ammara ibn Validga almashtirish uchun sudlashishga urindi. Abu Jahl cho'ng bir toshni ko'tarib olib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qalbini mijivitishga urindi. Uqba ibn Abu Muayt payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning gelini ridosi bilan bo'g'ib o'ltirib tasli qoldi. Umar ibn Xattob, Alloh taolo uningga hidoyat bermagan bo'lsa, uyidan qilichini yalang'ashlab bugun Muhammadni sallallohu alayhi va sallamni cho'qim o'ldiribman deb chiqqan edi. Abu Talib bu bir qator ishlarni har bir o'ylasa shumliqning batbo'y hidi uning dimog'iga gupta urilatdi-da, yuragi siqilib, ko'ngli boshqacha bo'lib qoladi. Uning kallasidan mushriklar mening himmat doiramga daxli ta'ruz qilishi va qarindishimning o'g'lini qaslab o'ldirib etishi mumkin. U chaqda Umar, Hamza roziyallohu anhumalarmu va yoki boshqalarmu amalsiz qilishi mumkin degan o'ylar neri ketmaydi. Abu Talibning o'ylaganlari o'rinliq edi, chunki u shu vaqtlarda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qaslab o'ldirishni qaror qilishga edi. Ularning bu qaroriga Alloh taolo Qur'onda ular Muhammad sallallohu alayhi va sallamga suiqasd qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, bizmi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. Qur'on Karim sura Zuhruf 43-sura 79-oyat deb ishorat berdi. Bundaq ahvolda Abu Talib qanday qilishi kerak? U Quraysh doiralarining o'z qarindishining o'g'liga qarshi jamoat fikri to'plab, qara kuch bo'lib uyushayotganligini ko'rib, cho'ng bovisi Abdulmannafning ikki o'g'lining avlodlari bo'lgan Bani Hashim jamoati bilan Bani Muttallib jamoatini yig'di va ularni qarindishining o'g'li Muhammad sallallohu alayhi va sallamni qo'g'dash va uningga xavf-xatar yetib qilishning oldini olish uchun o'rtaq kuch chiqarishga chaqirdi. Natijada uning chaqirig'iga bu ikki jamoatning musulmonlarimi, kuffarlarimi, arab urug'doshligi va tarafbozlik ideyasi bilan ovoz qo'shdi. Bularning ichidan faqat Abu Lahabla bu taklifga qo'shilmay Quraysh tarafda turdi. Qurayshlarning mazkur ikki jamoatga jazo yurgizganligi. Mushu bir necha hafta ichidagi mushriklarga nisbatan zo'r voqealardan orqa-orqadan mundaq 4 voqea yuz berdi. Hamza musulmon bo'lib edi, orqadan Umar musulmon bo'lib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bo'lsa, ularning taklif loyihasiga qo'shilmay sodilishishni rad qildi. Amdilikda bo'lsa Bani Hashim jamoati bilan Bani Muttallib jamoati musulmon yoki g'ayri musulmon deb ayrilmay, hammasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni himoya qilish va uni jon tikib qo'g'dashga qasamiyat qilishdi. Mushriklar bu o'zgarishlardan hayron qilishdi. Haqiqatan bu hayron qilishga tegishli ish bo'ldi. Chunki ular navoda Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'ldirib qo'ysa, Makka vodisiga qon to'lib oqadiganligini, hatto ikkala tarafning bir-birini tub yiltizdan quritib etish ehtimolligining borligini tunib yetdi. Shunga ular bu oqibatlarni o'ylab, bevosita qonliq urushish orqali emas, balki boshqacha bir xil usul bilan bu ikki jamoat kishilarini jazolashga tutish qildi. Lekin ularning bu usuli ilgarikidan qabih ham razil edi. Chekidan oshgan zulm sistem ahdnomasi. Quraysh doiralari Vadil Muhassab yernomi. Vadil Muhassabdagi Bani Kanana kengash markaziga yig'ilib, Bani Hashim va Bani Muttallib jamoatlari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'limga tutib bermagicha bu ikki jamoat bilan to'ylashmaslik, savdo-sotiq qilmaslik,
o'zaro uchrashib aralashmaslik, bordi keldi qilmaslik va uylariga kirib chiqmaslik, hatto salom soat qilishmaslikqa qasamiyat qilishdi va mushu haqda maxsus bir ahdnoma yezib, Bani Hoshim jamiyatidan qat'iy sulhi, yarashish qabul qilmaslikqa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni razımellik bilen ölümge tapşırmağıca ularga hiç ağrıtmaslıqa hüccet to'xtatishdi. İbni Qayyum rahimahullah mundaq deydi. Eytişlarga qaraganda hüccetning tekisini Mansur ibni İkrama, ibni Amir ibni Hashim yazgan. Yana bir rivayette Nezri ibni Haris yazgan deyildi. Sahih rivayette uni Bag'iz ibni Amir ibni Hashim degan kishi yazgan bo'lib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunğa duaybat qilgan ekan. Natijada uning quli qurib qolgan deyildi. To'xtamnoma Kabe'ning ichidagi bir to'rikka isib qo'yildi va shu kuni ya'ni payg'ambarlikning 7-yili Muharram oyi ko'ringan kechasi Bani Hoshim jamiyati bilan Bani Muttallib jamiyatining odamlari mayli musulmon bo'lsin yoki bo'lmasin hammasi Abu Lahabdan boshqasi birdek Makkadagi Abu Talib jilg'isiga qamal qilindi. Shunday qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz michagacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Assalamu alaykum. Tordagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Sherin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Peygamberimiz təvə bolğan Haşim cəmiyyəti bilən Bəni Muttallib cəmiyyətinin adamları içidən məyli musulmanlar bolsun, məyli bolmusun, həmmisini birdək Məkkədəki Əbu Talib cilğısığa qamal qılğan yerigə kep toxtağa idik. Əmdi davamını oquymiz. Əbu Talib cilğısıdakı 3 yil. Qamal qattiq küçəytilib, ularning açlıq və başqa ozuq tülükləri üzüb taşlandı. Müşriklar Mekke'ye kirgen açlıq ve başka maddi eşyalarını koymay setiyalganlıktan qiyinchilik şu derecege berip yetti ki, ular daraxtlarning yupurmaq g'azanlarini ve terilerinin kirketlerini yeyishga mecbur bo'ldi. Hatta qiz cho'kallarning ve norasida bovoqlarning oshliqdan qilgan nora faryodlari jilg'ining keyindan anglanib turadi. Ularga yetkizilgan turmuş lazimetlikleri xish aqrabalar yoki insonparvar kishilar orqali intayin maxfiy ravishda yetkiziladi. Ular ehtiyojliq narsa keraklarni setib olish uchun faqat harom oylardala jilg'ining sirtiga chiqa oladi. Chiqqandimi Makkaning sirtiga chiqib setib olishga to'g'ri keladi. Chunki mushriklar Makka ichida mushu ikki jamoatdan bir kishi narsa setib olmoqchi bo'lsa, ularni oldirmaslik uchun to'pilab pul qetib, malning bahosini o'riltib etadi. Hakim ibn Hizam hammachisi Xadicha roziyallohu anhaga pat-pat bug'doy qatorliq yemekliklarni astola yetkizib berib turadi. Bir qitim Abu Jahil uchrab qilib, uningga isilib oldi va uni bu ishdan cheklamoqchi bo'ldi. Abul Baxtari oraga tushib, ming tasdiqda hakimni hiliqi bug'doyni hammachisiga yetkizib berishga imkoniyat tug'dirib berdi. Abu Talib yuqorqi azob oqibatlarni tortayotgandan sirt, yanala payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan xotirjam emas edi. U har kuni kech kirib kishilar o'z kabilaridan o'rin ilishga boshlaganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga suiqasd qilish maqsadi borlarni boplash uchun uni yetib qilishga buyurdi. Qarang'a tushib el oyog'i jimiqqanda bo'lsa, o'g'illaridan yoki o'z qarindoshlaridan va yoki navra inlaridan birini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'rniga yotqizib qo'yib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni uning o'rniga berib yetishga buyurdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va musulmonlar haj mavsumida qamaldan bo'shinib chiqib, kishilar bilan uchrasha oladi va ularni islomga da'vat qiladi. Yana mushu ozg'ina kunlardagi da'vat jarayonida Abu Lahabning nimalarni qilib yuradiganligini oldingi boblarda zikr qilib o'tdik. Yo'lsiz ahdinomaning amaldan qoldirilishi. To'liq 3 yil o'tib ketdi
Vəziyyət yenila musulmonlarga foydasiz holda davomlashmoqda edi. Peyğəmbərlikning 10-ci yili Muharram ayida hiliqi tengsiz əhdinamə hüccəti birdilla yırtib tashlanib ittifoq buzuldi. Uning jarayoni mundaq. Quraysh xalqi ichida mazkur əhdinaməga rozi bo'lg'uvchilarmi, norozi bo'lg'uvchilarmi bor edi. Ularning ichidagi norozi bo'lg'uvchilar bu hujjatni amaldan qoldirib, uningga qo'l qo'yg'uvchi ittifoqni buzib tashlash uchun yo'l mangdi. Bu ishni bosh bo'lib vujudga chiqarg'uvchi Amir ibn Luay jamiyatidan Hisham ibn Amru degan kishi edi. U Bani Hashim jamiyati qamalda turayotgan mezgillarda ularga kechalari yushurun osh-ozuq yetkazib berib turgan edi. U bir kuni Zuhayr ibn Abi Umayya Mahzumi, uning onasi Atike Abu Talibning hamshirisi edi. Uning qishiga berib: "Ey Zuhayr, sen to'yg'icha yeb, qong'icha ichib o'tishga rozimi? Halbuki sening tog'larning ahvoli ashundoq tursa," dedi. Zuhayr uningga: "Hey seni, men nimami qila olaydim? Men degan bir odam tursam, ammo men bilan yana bir odam billa bo'lgan bo'lsa, azbiroy xudo, cho'qim ashu tengsiz shartnomani bekor qilishga urinib ko'ratdim. Undaq bo'lsa, sen bilan billa turgan odamni tip bo'lding. U kim? U men. Yana bir odam izlab boqqin." Shuning bilan Hisham Mutim ibn Adning yiniga bordi va uningga Abdumanafning pushti bo'lgan Bani Hashim va Bani Muttalib jamiyatlari bo'lgan urug' tuqqandochilik munosabatini eslatdi. Uning bir aql egisi turib, Qurayshlarning mushu zulmiga rozi bo'lib turganligiga tapa malomat qildi. Mutim uningga: "Hey seni, men nimami qila olaydim? Men degan birla odam tursam," dedi Hisham. "Ikkinchisini topa olaysan. U kim?" "U men." "Undaq bo'lsa 3 bo'layli. Yana birini izlab boqqin." "Tepib bo'ldim." "U kim?" "Zuhayr ibn Abu Umayya." "Amsa 4 bo'lsin. Yana birini izlab boqqin." Shuning bilan u Abul Baxtari ibn Hishamning qishiga bordi va uningga Mutimga degandek gaplarni qildi. Abul Baxtari: "Bu ishga ovoz qo'shadigan biror odam chiqarmi?" deb so'ragaydi Hisham. "Ha, albatta chiqdi." "U kim?" "Zuhayr ibn Abu Umayya, Mutim ibn Adi va men." "Undaq bo'lsa, yanımı izlab ko'rgin. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi." Buning bilan Hisham Zam'a ibn Asvad, ibn Muttalib ibn Asadning qishiga kelib, uningga shu haqda gap qildi. Ashu jazoga uchirg'uvchilar bilan bo'lgan yaqin urug' tuqqandochilik munosabatini assiltib, zimmisidagi haqlarni zikr qilibdi. Zam'a: "Sen davatgan bu ishni qo'llaydigan biror odam bormidi?" dedi Hisham. "Ha, albatta bor," deb uningga yuqorqilarning ismlarini aytdi. Shuning bilan ular Majun degan joyga yig'ilib, ashu zo'ravonlar ittifoqining hujjatini amaldan qoldirishga, kuch chiqarishga kelishdi va buni tunji bo'lib Zuhayr o'ttirga qo'ymoqchi bo'ldi. Atsi atdeganda hammaylan Quraysh kishilari bilan odatdagidek o'z so'rinlariga jam bo'lishdi. Zuhayr uchisiga esil bir tonni kiyib kelib, Baytulloh, ya'ni Ka'bani 7 qitim tavob qildi. Andin to'pqa qarab: "Ey Makka xalqi, biz qursqimiz to'q, kiyimimiz to'liq yuriyotimiz. Bani Hashim jamiyati ya o'z maylicha ololmay, ya sotolmay halok bo'lib ketyotidi. Alloh bilan qasamki, men bugun ashu nohaq, yo'lsiz shartnoma yirtilib amaldan qoldirilmaguncha so'rninglarda o'ltirmayman," dedi. Abu Jahl masjidning bir bulungda o'ltiradi. Zuhayrning gapini anglab: "Yolg'on, kapshima, azbiroy xudo. Uni hargiz yirtib tashlashga bo'lmaydi," dedi. Zam'a ibn Asvad o'rnidan turib: "Sen kapshima, biz boshdan oxir uning putilishiga norozi edik," dedi. Abul Baxtari qopib: "Zam'a rost aytidi. Biz uningga norozi ham qat'iy qo'shilmaymiz," dedi.
Mutim ibn Adi yana bir bulundan qopub. Sizlar ikkinlarning degini to'g'ri, g'ayri qarashda bo'lganlar yolg'on aytidi. Biz bu shartnoma va uning moddalari deganlarni tonimaymiz. Xudo oldidimi chikokagar bo'lmaymiz. Ada juda bo'lmoq, dedi. Hisham ibn Amrumu shu mazmunda gap qildi. Taraf-tarafdan qo'shilayotgan ovozlar masjidni bir oldi. Shuning bilan Abu Jahl hayron qilib, bu cho'qim maxfiy o'rinlashtirilgan tashkillik ish ekan, dedi. Bu chaqda Abu Talibmu masjidning bir bo'lingda o'tiratdi. Sababi shu kunlarda Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni shartnoma hujjati to'g'ri xabarlantirgan bo'lib, u hujjatning qog'oziga qurut tushganligini, Alloh degan xatdan boshqa zo'ravonlik, ziyonkashlik va nohaqchilik bilan to'lgan ahdnoma moddalarining hammasini qurutqa o'yg'andakla yegizvetganligini uqtirgan. Buni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tag'isi Abu Talibga aytgan. Shunga u bu xabarni qanday qilib maydonga chiqarish ko'yida bu yerga kelgan. Abu Talib bu gaplarni anglabla Qurayshlarning oldiga chiqdi va "Mening qarindishimning o'g'li menga mundaq degan. Agar u yolg'on so'zlagan bo'lsa, biz uni sizlarning o'ltirishinglarga topshiramiz. Navoda rast chiqsa, bizga yurgizayotgan jazoni bekor qilasizlar. Qandoq?" dedi. Qurayshlarmu "To'g'ri deding, insof bilan gap qilding" deyishdi. Abu Jahl bilan hiliqi kishilar o'ttirsida bir qur talash tartishlar bo'lgandan keyin Mutim ibn Adi o'rnidan turib, hiliqi shartnoma qog'ozini qo'lga elividi. Yog'och qurutning hujjatiki "Ey Alloh, sening isming bilan boshlayman" degan kalima va Allohning ismidan boshqa xat iznasi qo'ymay hamma yerni yevatganligi bayqaldi. Natijada mushu kundan e'tiboran ahdnoma amaldan qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va uning jilg'iga qamalgan ikki jamoat kishilari erkinlikka chiqdi. Mushriklar mushu munosabat bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarlik alomatlaridan eng katta bir mo'jizani ko'rdi. Lekin u Alloh taolo Qur'on Karimda aytgandek, Quraysh kuffarlari biror mo'jizani ko'rsala imondan yuz o'rib, bu davolashquchi sehrdir deyishidi. Qur'on Karim sura Qamar 54-sura 2-oyat deb xabar qilgandek, bu mo'jizadimi yuz o'rishdi. Quraysh elchilarining Abu Talib bilan eng oxir qitim so'zlashishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qamaldan bo'shinib chiqdi va burunqi odati bo'yicha da'vat ishini boshlab etdi. Quraysh taraf garchi jazoni bekor qilgan bo'lsa-mu, lekin musulmonlarga bism ishiltish va ularni Alloh taoloning dinidan cheklashdan iborat zo'migarligini burunqideklar davomlashtiryotdi. Abu Talib o'z qarindishining o'g'lini kirpik ko'z qarchug'ini qo'g'dagandek qo'g'dayotgan bo'lsa-mu, lekin uning yeshi 80dan halqingan edi. Va mushu bir necha yildan beri uning beshiga kelgan cho'ng kichik dard alamlar bo'libmi jilg'a muhosirasi uning tinini ojizlashtirib, belini rusiyalmas qilib qo'ygan edi. Shunga u jilg'a muhosirasidan bo'shangali bir qancha oy bo'lmayla ushtumtut kasal tegib o'rin tutib yetib qoldi va kesili bara-bara eg'irlashishga boshladi. Bu chaqda mushriklar navoda Abu Talib o'lib ketgandan keyin uning atoq o'g'liga tegish qilsa, o'zlarining arablar orasida Sat nom bilan atilib qilishidan qo'rqib, Abu Talibning ko'z oldida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan yana bir qitim suhbatlashib ko'rishga urindi va ilgari qoyil bo'lmay kelgan ba'zi masalalarda yo'l qo'ymoqchi bo'lishdi. Shuning bilan ular eng oxirgi bir qitimliq elchilar o'miki tashkilladi va bu o'makni Abu Talibning qishiga kirgizdi. İbn İshaq rahimahullah mundaq deydi. Abu Talibning kesili eg'irlashib qolganligi Quraysh doiralariga yetib edi. Ular o'zaro fikrlashib, Umar bilan Hamza musulmon bo'lib ketib, Muhammadning sallallohu alayhi va sallam ishi qabillarning hammasiga tarqaldi. Shunga biz Abu Talibning qishiga borayli. Qarindishining o'g'ilda bo'lsa u tuzassun. Bizda bo'lsa biz tuzdayli. Azbiroy Xudo
biz ularning qo'limizdagi huquqimizni tortib olishidan amin bo'lolmaymiz deyishdi. Yana bir iborada, bu qeri o'lib ketgandan keyin uning o'g'liga bir ish bo'lib qolsa, arablar bizni ayiblab, ular Muhammadni sallallohu alayhi vasallamni o'z vaqtida bo'lishiga qo'yitib, amdi tag'isi o'lgan hamon uni o'ltiribdi deyishidan qo'rqimiz deyishdi deyilgan. Shuning bilan Utba ibn Rabiya, Shayba ibn Rabiya, Abu Jahl ibn Hisham, Umayya ibn Xalaf va Abu Sufyan ibn Harif qatorliq cho'ng kattaboshlar va qabila sardorlaridan bo'lib necha 10 kishi, ular taxminan 25 tak odam edi. Abu Talibning qishiga kirib gap tashdi. Ey Abu Talib, hammamizga ma'lum, sen bizning pishqadam arbobimiz. Sana bu rahimsiz kesel çangal saptı. Siningdan ansirab qilyapmiz. Ataq o'g'ling bilan bizning o'ttirimizdagi ixtilofni sen bilsan. Shunga sen uni chaqirtqin. Bizda bo'lsa ochiq davergin. Biz tuzdayli. Agar uningda bo'lsa u tuzassun. Umu bizga chiqilmasin, bizmi uningga chiqilmayli. Umu bizning dinimizni ayiblimisin. Bizningmi uning dini bilan korimiz bo'lmasin. Shuning bilan Abu Talib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga odam avitib chaqirtib keldi va: "Ey qarindishimning o'g'li, bilasan, o'ltirganlar o'z qavmi jamoatimizning kattalari. Ular ba'zi ishlarda sana yo'l qo'ymoqchi va ba'zi ishlarda seni to'smoqchi bo'lib ketdi", dedi. Andın onunğa Quraysh elçileri və kilişinin aldidagi etqanlarını və hər iki tərəf bir-biriga chiqilmaslik təklifini o'tirg'a qo'yganligini uqtirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga: "Qaranglar, men sizlarga bir jumla so'z qilay. Agar uni qabul qilsanglar, arablarga shah bo'lusizlar, ajamlar g'ayri arabsizlarga el bo'ludu", dedi. Yana bir iborada Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Talibning hiliq so'ziga javoban: "Men ularni mundaq bir jumla so'zga kelishga taklif qilaman. Ular buni qabul qilsa, butun arablar ularga bo'ysunudi va ajamlar boj jasaq topshirdi", dedi. Uchinchi bir iborada Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Talibga: "Ey tag'a, sen ularga yaxshilik elib keladigan bir so'zga da'vat qilsang bo'lmamdi", degan. Abu Talib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga: "Ularni nimaga da'vat qilasan?" deganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni butun arablarga xo'jayin bo'la oladigan, ajamlarni al qila oladigan bir so'zni deyishga da'vat qilaman, degan. İbn İshaq rahimahullohning rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga: "Sizlar mundaq bir jumla so'zga birlikka kelsanglar, butun arablarga xo'jayin bo'lasizlar, ajamlarmi al bo'ludi", degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu gapni degandan keyin ular jimibla qilishgan va foydasi muncha ko'p bir eg'iz gapni rad qilishni bilolmay hayron bo'lishgan. Ondan Abu Jahl: "Qaysi so'z u? Atang bilan qasamki, hiligu bir ishkan 10 kalima bo'lsimi deymiz. Sen bilan birlikka kelalaymiz", degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "La ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'q deysizlar va Allohdan boshqa ma'budlarni qat'iy tashlaysizlar", deganda ular qo'llarini bulanglatib: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sen bizning nurg'un ilohlarimizni bir iloh qilib bermoqchimi? Sening bu ishing ajab qiziq ishkan-a?" deyishdi. Ondan ular o'zaro: "Azbiroy Xudo, bu odam biz ko'zlagan nishonlarning hech birisi qo'shilmaydiganda qiladi. Shunga hammamiz qaytib ketib, ajdodlarimizning an'anaviy diniga mahkam isilib mangayli. Allah bir kuni biz bilan uning o'ttirsini ayirib qo'yar", deyishib tarab ketishgan. Shuning bilan bular haqida tövandagi oyat nozil qilingan. Sad, shonliq Qur'on bilan qasamki, bu Qur'on haqiqatan mo'jizadir.
balki kuffarlar imandan bosh tortmoqda va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga muxolifatchilik qilmoqda. Ulardan ilgirki kufri tufaylidan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular azobni ko'rganda faryod qildi. Holbuki bu qochadigan vaqt emas. Ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelganligiga ular hayron qilishdi. Kuffarlar aytdi: "Bu bir yolg'onchi sehrgardir. U nurg'un ilohlarni bir iloh qilmoqchimi? Bu haqiqatan g'alati ish." Ularning, ya'ni Qurayshning kattalari so'rinlaridan qo'zg'alib chiqib aytdi: "Sizlar minginglar, ma'budinglarga ibodat qilishda ching turinglar. Bu haqiqatan bizdan iroda qilinadigan bir ish, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizlarni dininglardan tandirib, sizlarga o'zining ustunlik qozonishini iroda qiladi. Buni biz boshqa bir dindan, ya'ni Nasara dindigilardan anglamadik. Bu faqat o'ydirmidir?" Qur'on Karim sura Sad 38-sura 1-oyatdan 7-oyatgacha. Shunda qilib bu qatimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'lsin. Kelar qatim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.